Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydonlari. Bugun sizlarga Defin Baqiya haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Bu gulni hamma biladi. Parvarishi o'ta oson deb ham bo'lmaydi. Pichi injiqroq gul. Bu salqin hudud gullari o'zi aslida o'zimizda iqlimga moslashib olguncha bildiradi. Hozir bu gulimizni persatka qilganmiz. Persatkadan keyingi holati bu. Persatkadan keyingi holati yaxshi epin ekstrakt bilan spray qilib chiqdim. Baraklariga va sirkonda ildizlariga berib chiqdim. Tuprog'i yengil bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek yengil kokosovый tor, perlit, asmakot, vermikulit. Bunda o'sha yetadi. Hozir bu gulimizni o'sishida yana bitta muhim narsani aytmoqchiman. Bu gulni ko'p Defin Baqiyalarini har xil svetda ranglisi bo'ladi. Boshqacha ranglari ham bor. O'ta chiroylilar, qizil ranglari ham bor. Har xil ko'rinishda bo'ladi. Menda hozir 5 xil sortidan bor. Hozir sizlarga 2 xil sortini ko'rsatyapman. Bu sorti va mana bu yashil sortini ko'rsatyapman. Yana boshqa sortlaridan ham bor. Yuzlari barglarini o'sha o'zgacha chiroyi bo'ladi. Mana bunaqa keshtali bo'lib juda ham bir chiroyli bo'ladi. Bular katta bo'lib o'sib ketadi. Bular suvni yaxshi ko'radigan gullar asosan. Suvni juda ham yaxshi ko'radi. Namlikda agar chanqaganini sezmay qolsangiz, baragidan bilsangiz bo'ladi. Baragi shunaqa holatda yumilib, mana shunaqa gijanak bo'lib oladi. Shu holatga kelib qoladi baragi. Mana uchlari sarg'ayib, mana shu qanaqa holatda turibdi. Shunaqa holatga kelib qoladi. Shundan bilsangiz bo'ladi. Hamma bariga o'shanaqa gijanak bo'lib yumilib oladi. O'shandan chanqaganini bilsangiz bo'ladi. To'prog'i namligi oshib ketsa ham bu gul tez chiriydigan gul, ildizidan tez chirib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha o'sha baragiga qarab suv qo'yganingiz ma'qul. Mana shu belgi bo'ladi. Suv qo'yganingizda ham ko'proq suv qo'yish kerak va baraklariga spray qilish kerak. Har kuni yoz oyida har kuni baraklariga spray qilsangiz bo'ladi. Qishda bir haftada bir marta spray qilsangiz bo'ladi. Qishda namlik, xona namligi yetarli miqdorda bo'lganligi uchun gullarga uncha spray nima qilmaydi, talab qilinmaydi. Hozir bu gulimizni o'sishida eng muhim narsasi bu gul gullaydimi deb so'ragan gul shaydonlarimizga albatta gullaydi. Mana bu gullagan guli. Shunaqa ko'rinishda gullaydi. Mana bu gullagan, mana lekin buni gullatmaganingiz ma'qul. Agar bu gulni gullatsangiz, barigiga o'sishdan to'xtab qoladi, bor kuchini o'sha g'unchasiga beradi. O'shaning uchun gul o'sishdan to'xtab qolmasligi uchun gullamasdan buni kesib tashlash kerak. Hozir bu zararga yuradi. Iloji boricha bularni hammasini olib tashlaymiz. Mana qo'rqmasdan olib tashlayveringizlar. Buni umuman zarari yo'q. Navorot gulingizga foyda bo'ladi. Bularni guli uncha chiroyli ham bo'lmaydi, shunaqa ko'rinishda bo'ladi, lekin gulni bor kuchini olib qo'yadi. O'shaning uchun hozir sizlarga o'shani atayin video qilib ko'rsatyapman. Agar shu g'unchasini terib olib tashlasangiz, gulingizni takdan barik chiqarishi ko'payadi, o'sib kelishi ko'payadi. Hozir bu to'xtagan, o'zi gulladi, o'sishdan to'xtadi. Endi mana g'unchalarni ayirib oldik. Xudo xolasa endi o'sishni boshlaydi, davom etadi. Har kuni spray qilingizlar, yozgi kuni erinmasdan. Qishki kuni bir haftada bir marta. Ularni oziqasiga keladigan bo'lsak, oziqasi o'sha yantarniy kislota bersangizlar ham bo'ladi. Yantarniy kislota gulni stressdan ham chiqaradi, yaxshi o'stiradi. Tuprog'iga o'g'il solib ekingizlar iloji boricha. Bular suvni ko'p solinaversa chirib ketadigan nimasi bor, moyilligi bor. O'shaning uchun o'g'il bilan egish kerak albatta.
Sizlarga qisqacha ma'lumotim ma'qul tushgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilaman. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.